Assalomu alaykum azizlar. Bugun bizda ajoyib kun. Sababi Hindistonda Deli shahridagi Sharda universitetidan ustozimiz doktor Tarun tashrif buyurganlar va biz hozir perkutan nefrolitotripsiya amaliyotini bajarishni rejalashtirganmiz va hozir ustozimiz bilan birga bajarmoqchimiz. Bular bilan fikr almashdik va ular qanday bajarishini ko'rish va o'rganish va fikr almashish maqsadida hozir amaliyotga kirib ketyapmiz. Dr. Tarun, if you want to say something about the case. Yeah, it's our pleasure to come here and work together as a collaboration, and obviously it's a wonderful hospital with a wonderful team with as I'm seeing it's having a very high standard equipments. Thank you. So I think let's start. We will see the case. Let's do it. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. 6 oydan beri buyrak tosh kasalligi bilan aziyat chekayotgan edim. Bu yerga kelganimdan so'ng Vositchons doktorimiz, Samirjon doktorlarimiz meni bu xastalikdan oson qutulishimga yordam berdilar. Toshni qisqa muddat ichida olib tashlashib, 2 kunda oyoqqa turdim. Deyarli og'riqlar bo'lmadi. Ertaroq kelmaganimga afsuslandim. Men bularga juda ham cheksiz minnatdorman bulardan. Hammalaringizga mana shu Redem shifoxonasiga kelib Medpoint jamoasi orqali davolanishlaringizni tavsiya qilaman. Ularga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Bular meni hech qanday kesmalarsiz lazerniy operatsiya orqali, kichik tirqish orqali 1 santimetrdan oshiq bo'lgan toshimni oson usulda olib tashlashdi, oson qutuldim. Kattakon rahmat.